Xitoydan arzonga mahsulot xarid qilish uchun 5 ta ilova bor. Siz bular haqida bilarmidingiz? Bu videoda tovarlarni eng arzonga sotadigan top 5 ilova haqida gaplashamiz. Bizda birinchi ilova bu 1688 ilovasi. Narxlar shunchalik arzonki, siz hayron qolasiz va unda siz donaga va optimga ham xarid qilishingiz mumkin. Masalan, siz bu krossovkani O'zbekistonda 150 ming, 200 mingga olishingiz mumkin. 1688 ilovasida esa 609 yuan, ya'ni 12300 ga xarid qilishingiz mumkin. Ko'rayotganingizda 1688 ilovasida narxlar 15-20 barobarga arzon. Bizda keyingi ilova bu Taobao ilovasi. U yoqda assortiment juda katta va siz uy rozg'or buyumlarini bemalol topishingiz mumkin. Masalan, bu oshxona buyumini Taobaoda 905 yuanga, ya'ni 17 mingga xarid qilishingiz mumkin. O'zbekistonda esa bu buyumni 100 mingdan oshiqqa xarid qilasiz. Bizda keyingi ilova bu Pinduoduo ilovasi. U yoqda katta chegirma va arzon narxlar bo'ladi. Bayram paytlari esa siz Pinduoduoda mahsulotni 2,5 barobarga arzonga xarid qilishingiz mumkin. Bizda keyingi ilova bu Poizon ilovasi. Siz u yoqda original va brend tovarlarni arzon narxlarga xarid qilishingiz mumkin. Oxirgi ilova bu WeChat ilovasi. WeChat ilovasida siz Xitoy sotuvchisi va zavod egalari bilan to'g'ridan-to'g'ri gaplashishingiz mumkin. Agar siz ham Xitoydan mahsulotni qisqa va arzon narxlarda keltirmoqchi bo'lsangiz, sizga iPost Cargo'ni tavsiya qilaman. iPost Cargo'da 1 kilo yukni atigi $6 olib keltirishingiz mumkin. Bu bozordagi eng arzon narx hisoblanadi. Undan tashqari iPost Cargo 15 kunda yuklaringiz yetib kelishini kafolatlaydi. Kompaniya tizimli va tajribali bo'lgani uchun yuklaringiz o'z vaqtida yetib keladi. Eng asosiysi, kargo kilogrammi uchun $6 to'laysiz va Toshkent shahri bo'ylab uyingizgacha bepul yetkazib beradi. Agar viloyatda bo'lsangiz, iPostning mingdan ortiq punktlari bor. O'zingizga yaqin bo'lgan punktni tanlasangiz, u yergacha bepul yetkazib beradi. Siz ham shunday qulay kargodan foydalanmoqchi bo'lsangiz, iPost uz botidan ro'yxatdan o'tib foydalansangiz bo'ladi. Agar savollaringiz bo'lsa, 55 515 88 28 raqamiga qo'ng'iroq qiling va kargo haqida sizga operatorlarimiz to'liq ma'lumot berishadi. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Sahifamizga obuna bo'ling va bundan keyingi Xitoy darsliklari bo'yicha foydali videolarimiz haqida xabardor bo'ling.